Bugun Toshkent shahrida erta tongdan yomg'ir yog'moqda. Poytaxt go'yo o'z tinchligi va xavfsizligi yo'lida jon fido etgan o'g'lonini xotirlayotgandek. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan ichki ishlar organlari xodimi Hosilbek Eshnazarov jasorat medali bilan mukofotlandi. Bugun ichki ishlar bosh boshqarmasida esa marhumning xotirasiga bag'ishlab majmua ochildi. Xotira majmuasining ochilish marosimida Ichki ishlar vaziri general-leytenant Aziz Toshpo'latov poytaxt jamoatchiligi Hosilbek bilan yelkama-yelka xizmat qilgan safdoshlari va oila a'zolari ishtirok etdi. Ichki ishlar bosh boshqarmasidagi xizmat vaqtida halok bo'lgan xodimlar lavhi yana bittaga ko'paydi. Jasoratli o'g'lonlarning pok xotirasi yod etilib, ularning poyiga gulchambarlar qo'yildi. Hosilbek Eshnazarovning porloq xotirasiga ehtirom ko'rsatish tadbiri davomida Ichki ishlar vaziri tomonidan uning mashaqqatli xizmat faoliyati prezidentimiz tomonidan e'tirof etilganligi va har bir xodimga o'rnak bo'lishi ta'kidlandi. Mana shunday burchga sadoqatning eng yuksak namunasini namoyon etgan farzandni voyaga yetkazgan Beknazar ota va Dilorom opaga shaxsiy tarkib nomidan yana bir bor minnatdorlik bildirildi. Davlat rahbarining yurt osoyishtalik yo'lida xizmat qilayotgan har bir vatan himoyachisiga bildirgan ulkan ishonchi, ularga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar albatta fidoyilik va mardlik namoyon etishga undaydi. Hosilbekning oilasi, farzandlari va ota-onasi hamisha davlatimiz e'tiborida bo'lib, ijtimoiy muhofazasi ta'minlab boriladi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi 62-maktabda esa Hosilbek uchun yodgorlik barpo etiladi va u o'quvchilar qalbida vatanga va burchga sadoqat ramziga aylanadi. Shaxsan davlat rahbarining e'tibori bilan Hosilbek Eshnazarov yuksak unvon, jasorat medali bilan mukofotlandi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmat inspektori marhum kichik serjant Ernazarov Hosilbek Beknazar o'g'li jasorat medali bilan mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Shu bilan birga prezident sovg'asi sifatida Eshnazarovlar oilasiga 3 xonali xonadon taqdim etildi. Yurtimizda vatan himoyachilariga bo'lgan e'tibor va ishonch yuksakligini bugun yana bir bor guvohi bo'ldik. Davlatimiz rahbari tomonidan yurt osoyishtalik yo'lida xizmat qilayotgan har bir vatan himoyachilariga bildirilgan ulkan e'tiborlari ularni yanada fidoyilik va mardlik bilan xizmat qilishga ruhlantiradi. Bugungi kunning chinakam qahramoni Hosilbekdir. Uning o'z burchiga sodiqligi va xizmatga bo'lgan sadoqati barcha xodimlar uchun ibrat bo'lib xizmat qiladi. Vatan tinchligi yo'lida astoydil mehnat qilayotgan bunday insonlarning xotirasi hamisha qadrlidir. Ayniqsa uning oilasi, farzandlari va ota-onasi ham davlatimiz e'tiboridan chetda qolmaydi. Ularning ijtimoiy muhofazasi ta'minlanib, zarur g'amxo'rlik va qo'llab-quvvatlash doimo ko'rsatib boriladi. Bu esa vatan tinchligi yo'lida xizmat qilgan har bir xodimning o'zi va oilasi hamisha e'zozlanishini yana bir bor namoyon etadi. O'sha mash'um tunda kichik serjant Eshnazarov bilan bir yo'nalishda xizmat olib borgan safdoshi voqeani xotirlar ekan, agar xodim jinoyatchini o'z vujudi bilan to'xtatib qolmaganida hodisa o'ta ayanchli oqibatda yakunlanishi mumkinligini aytib o'tdi. Ta'kidlash joiz, jamoatchilikni oyoqqa turg'izgan holatda butun xalqimiz birlashib ichki ishlar xodimlari tomonida turdi. Xalq o'z qahramonlarini yaxshi taniydi. Mustaqillik yillarida 118 nafar ichki ishlar xodimlari xizmat vazifasini bajarish vaqtida halok bo'ldi. Hosilbek Eshnazarovning ismi ham ana shunday mard o'g'lonlar safida zarhal harflar bilan yozildi. Tadbirdan so'ng ichki ishlar organlari xodimlari, Hosilbekning hamkasblari va faxriylar davlat rahbari tomonidan berilgan yangi xonadonda mehmon bo'lishdi. Qahramonning samimiyati, qisqa bo'lsa-da mazmunli hayot haqida suhbat qurishdi. Nuroniylar muborak kunlarda yaxshi niyatlar bilan jajji farzandlarining kelajagi uchun duoga qo'l ochishdi. Mana shunaqa vafodor
xalqiga, eliga, yurtiga, prezidentiga sodiq bo'lgan insonlarni, farzandlarni hammasini biz e'zozlashimiz kerak. O'zini o'ylamasdan shu yo'ldan ketayotgan bola-chaqalarni, insonlarni, boshqalarni talofat yetkazib, o'zini jonini fido qilib ketdi buni. Mana hozir ota-onasi bilan ko'p gaplashdik. Oddiy o'qituvchilar, otasi ham, onasi ham oddiy o'qituvchi, otasi aytibdiki, bizni boylikka o'rgatganimiz yo'q, odob, tarbiyaga o'rgatdik buni. Elga, yurtga, prezidentning sodiqligini o'rgatdik. Butun yosh avlodlarga, ayniqsa ichki ishlar xodimlariga bu katta o'rnak bo'ladi. Muqaddas qasamyodiga sadoqat ko'rsatgan yo'l patrul xizmati inspektori qalbimizda mangu yashaydi.